Choyxona aytmang. Daryoga kelamiz. Tog'da nima bor sovuqda? Daryoda maza bor. Mana Xudo xolasa yengilikni birrini qilyapmiz. Bir deydi-yu. Ulfatlar deb nomladi bu setimizni. Yaqinroq ko'rsatgan. 2 porsiya dumg'aza, 2 porsiya qozon kabob, 2 porsiya do'lma, 2 porsiya juvava, adashib ham ketyapman. 6 ta jarni manta, kalbaski bor, 1 kilo qanot bor buni ichida. 2 achichu, 2 suzma, 2 salyonni, 2 ice tea, 6 ta non, 6 ta choy. 10 ta odamga 2 ice tea nima bo'ladi, Feruz? 2 kola qo'sh, mendan andushi. Birinchi taom yo'qmi deyotganlarga, bulyondan ol. Mana qaziqarta qaynagan bulyon. Piyozlarni sepib, qaynoq mazza qilib, qaynab olasizlar-da, keyin o'rtaga bitta mana buni qo'ysanglar, bu yoq obod bo'lib ketadi. Ulfatlar, diydor g'animat. Buni yana eng qiziqarli joyi, ofisda o'tirsanglar ham xuddi shu narxga laganga qilib beramiz. Laganni tagiga ham daryoda yozib qo'yganmiz. Lagan sizlarga daryodan esdalik bo'ladi. Buni narxi hamma narsasi, xizmatlari bilan birga 1,50,000 so'm baholadi. Maza qilib yuboradigan joyi. Kelinglar.